Jorj Orwell, asl ismi Erik Artur Bler, 1903-yil 25-iyunda Hindistonning Motihari shahrida tug'ilgan. Ingliz yozuvchisi va publitsist. U 1950-yil 21-yanvarda Londonda vafot etdi, lekin uning g'oyalari bugungi kunga qadar yashaydi. Orwell oddiy yozuvchi emas edi, u haqiqat uchun kurashgan inson edi. Yoshligidan jamiyatdagi tengsizlik, kambag'allik va adolatsizlikni ko'rib ulg'aydi. Bir muddat mustamlaka politsiyada ishladi, ammo u yerda ko'rgan zulm va zo'ravonlik uni o'zgartirdi. Shundan so'ng u qalamni qurolga aylantirib, adolatsizlikka qarshi yozdi. 1945-yilda u Hayvonlar fermasi asarini yaratdi. Tashqi tomondan ertakdek ko'rinadi, lekin bu diktatura va hokimiyatning zulmi haqidagi keskin tanqid edi. Asarda hayvonlar ozodlik uchun kurashadi, lekin oxir-oqibat hokimiyat yangi kuch egalari qo'lga jamlanadi. Mashhur jumla: barcha hayvonlar teng, lekin ba'zilar boshqalardan ko'ra tengroq haqiqatni ochib beradi. 1949-yilda esa u 1984 romanini yozdi. Bu roman kelajakning qo'rqinchli totalitar jamiyatini tasvirlaydi. Insonlar doimiy kuzatuv ostida, fikr erkinligi yo'q, haqiqatni esa hokimiyat belgilaydi. Katta aka seni kuzatyapti degan ibora shundan chiqqan. Orwell bu orqali shuni ko'rsatadiki, agar jamiyat haqiqatni himoya qilmasa, haqiqat hokimiyatning qo'liga o'tadi. Uni tanqid qilishdi, pessimist deyishdi, ammo vaqt o'tishi bilan uning asarlari bashoratdek dolzarb bo'lib chiqdi. Chunki u ko'rsatgan nazorat, propaganda va erkinlik xavfi bugungi kunda ham mavjud. Jorj Orwell bizga bir haqiqatni eslatadi. Erkinlik bu oddiy so'z emas. Erkinlik bu haqiqatni ayta olish jasorati.